Rossiyada o'zbekistonlik erkak 7-chi qavatdan tushib ketgan bolani O'z hayotini saqlab qoldi. 1 million rubl topshirilgan. Jasorat medali bilan mukofotlandi. Prezidentimizni nazariga tushganimdan juda ham xursandman. Yaxshi qildingiz deb xursand bo'ldik. Assalomu alaykum. Yeringizda qahramonligini eshitib kelamiz, tabriklaymiz. Turmush o'rtog'ingiz Rossiya Federatsiyasida bo'lib turgan bizni vatandoshlarimiz uchun bir o'rnak, saboq bo'ldilar. Kelgusida ham farzandlari ham yurtimiz, millatimiz ravnaqi uchun doimo qahramonga aylanib, qahramonlik qilib ko'rsatib yursin. Xo'jayinim telefon qilib aytishdi, "Men shunday bansada turibman. Qo'llarimda gipslayapti" deganiga xavotir oldik. Nimaga unday bo'ldi deb so'radik. Shunday deb aytishdi. Shunday tepadan tushib kelgan bolani ushlab qoldim deganiga birinchi o'rinda bolajonning sog'ligini so'radim. Yaxshi qildingiz deb xursand bo'ldik. Avvalambor yurtboshimiz, prezidentimizga kattakon rahmatlar aytaman. Jasorat medalini berib, xo'jayinimni shunday tabriklab, shunday yuksaklarga ko'targani bilan rahmatlar aytib qolaman, minnatdorman. Oldin ham shu mehribonligi bor xo'jayinimda. 2025-yilimiz ham bir yosh bolajonimizni operatsiyaga kirgizganda ham qon berib, u kishini jonini saqlab qolgan. Xo'jayinim avvalo o'zlari joni sog'lom bo'lsin. 4 qizimni, o'zimni boshimga sog'-omon yursin. Shu qizlarimni boshiga tik turib yurgan bo'lsa, shuni o'zi menga yetadi. Yaxshimisiz, dadasi? Zo'rmisiz? Sog'liqlaringiz joyidami? Bolajonlarimiz yaxshimi? Bolamiz ham yaxshimi? Sog'ayib ketsin. Zo'r. Yaxshi deb eshitib turman, yaxshi, Xudoga shukr. Uzoq bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Aytganingiz kelsin, umri uzoq bo'lsin. Ota-onasini baxtiga, siz ham bizlarning baxtimizga, farzandimning baxtiga sog'-omongina keling. Rahmat. Xo'p. Shu jasorat medali bilan taqdirlaganingizda, ya'ni prezident tomonidan bo'lgan e'tiborga sizni taassurotlaringiz, birinchi eshitganingizda qanday taassurotlar bo'ldi? Shuni gapirib bersangiz. Avvalambor hurmatli prezidentimga rahmat. Shunchalik e'tibor berib, eshitganimda juda taassurotda edim. Juda xursand bo'ldim. Biz oilaviy hozircha hammamiz xursandmiz. Biz kutmagandik bunaqa bo'lishini. Migratsiya agentligi tomonidan sizga vatanga qaytish aviabileti taqdim qilindi. Shu ko'rsatgan jasoratingiz, O'zbekiston Respublikasi xorijda mehnat qilib yurgan fuqarolarimizni imijini, obro' e'tiborini ko'targaningiz uchun sizga kattakon rahmat.